hadis qarang chiroyliligini. Kim bir musulmon oilaga xursandchilik kiritsa, Alloh taolo mana shu kishi uchun jannatdan boshqa narsani mukofot bo'lishiga rozi bo'lmaydi. Qaytaramiz. Bir musulmon oilaga xursandchilik kiritib qo'ysa, bu xursandchilik kiritgan kishi uchun jannatdan boshqa mukofot bo'lishiga Alloh rozi bo'lmaydi. Hamma qo'shnilar bir-biriga mana shunday bir muomalada bo'lsa, shu hadisni tatbiqi bo'lsa, qo'shnini uyiga mag'zi oqmasin. Qo'shnini uyiga soya qilib qo'yishlik, uyda balo solib bo'lmasin unda. Hozir odamlarni qarasang, bir-birini ayrim mahallalarda endi bir-birini ranjitishlikda musobaqa o'ynayaptimi degan keladi. Xursandchilikka sabab bo'ladigan solih amallarga misollar. Qish kuni sovuq, ko'miri yo'q, pul yo'q, zo'rg'a bitta uyda qisilib, qimtinib o'tiribdi bir oila. Siz qo'lingizda 1 tonna, 2 tonna ko'mir berib qo'yishlik, ko'mirni olib kelib tushirib qo'yishlik bor, lekin qilmaysiz. Dunyodan chiqib ketayotganingizda nimangizga quvonasiz? Ana shu qilib qo'ygan bitta ikkita xursandchilik ishingizga. Siz shu ishlarsiz emas 1 tonna ko'mirni puli, lekin qilmaysiz. Nimaga qilmaysiz? Alloh olmayapti sizdan. Sizni pulingiz qo'lingizda emas. Sizni pulingiz qalbingizda. Qo'shni bilinib turibdi, shu ko'mirga yeta olmayapti, shu qoplab kelyapti, ko'rib turibsiz, qila olmaysiz. Nimaga? Alloh olmayapti sizdan. Kimda kasal, borib tishini remont qilgani pul yo'q, mana naqli yuribdi bir haftadan. Bilasiz, jo'rangiz, bilasiz puli yo'q. Shunda borib qildirib qo'ya olmaysiz. Siz shu ish narsa emasdi 1-2 ming so'm pul. Xursandchilik bo'larmidi? Xursandchilik bo'lar edi. Lekin esimizga ham kelmaydi. O'zimcha deymiz. Abdurahmon ibn Avf aytar ekan, nima qilay der ekan? Nima qilay? 100 dirham sarflasam ertalab, kechki payt 1000 dirham qilib Alloh beryapti menga. Nima qilay sarf qilmay der ekan? Sarf qilaman der ekan. 100 deb tamam bersa 1000 kechki payt olar ekan. Ha domla, agar unaqa biz ham 100 sarflasa kechki payt 1000 bas 200 bersa ham qilaverardik. Bizga bersang qilamiz-da biz. Bu yerga oyat teskarisi. Bersin. Yo sen avval qil, keyin beradi. Puli ko'p odam ham g'ami ko'p. Nimaga g'ami ko'p? Alloh aritmayapti g'amini. O'sha pulni nimaga sarflamayapti? G'amlarim arisin, birovga muhtoj bo'lmay, pulim bilan hal qilaman deyapti, puli bilan hal qila olmayapti. O'sha boyaga issinib o'tirgan kambag'al qo'shningiz borlari haqqingizga duo qilgan paytda shu dardingiz bitta duo bilan chiqib ketib qoladi. O'sha pul bilan